Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa 12-may. Urganch Dekkan bozor dolliqisi bilan hamkorlikni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Aytib o'taverim mana sizlarga. 1.209 ekan. Sotilishi 1.219 rubl 145 ming, sotilishi 164 ming. Euro 1.360 ekan. Sotilishi 1.440 100 euro. Xullas bozora boramiz, bozordagi holatlar o'rganishcha sizlarga familiyamiz videosini qo'yib beraman. Uylaringizda navesmi, darvozami, damir sohasida nav ishlaringiz bo'lsa, shu yerga murojaat qilaversa, ekranda telefondan birlashgan. Shuni ko'ringlar. Men bozorni o'rganib sizlarga keyin aytib beraman bozordan. Agar sizlar imoratlaringizda shuni navesmi, darvozami o'ztiraman desizlar, ukaman murojaat qilaverasizlar. Söz jarayonlarni ham gördük. Nurdan taxladılar, lekin chiroyli chiqibdi. Hozir kunda shundan chasini o'tiribdi hozir naveslarni. Naveslarimizni kvadrati bu 450 ming so'm. 450 ha? Shifra hamma o'zi ichida bo'ladimi? Hamma ichida. Stoykalarimiz отдельный. To'lka pulni taniysiz. Mashinkrasi. Yine. JK2. İnşkrasiyonu taxlab o'tgan yana. 10 dan stoyka bo'lgan 7 so'm pulni berib 3 so'm skidka ichida tutib berdik. Bagajlarimizni metri 300 ming so'mdan boshlanadi metr. 600 ming so'm, 500 ming so'mdan bor. Xizmatlar bo'lsa, murojaat qilinglar. O'zbekiston bo'ylab ham xizmat ko'rsataveradi. Bozorga keladigan bo'lsak, yurtdoshlar, bozor 100 dollarni 1 million 205 dan 1 million 210 ga so'rabdi. Bugun birja o'yinidan kun ya dollar chiqadi, ya tushadi bugun. Kommentariyada Telegram kanalimiz silkasini qoldirib, Telegram kanalimizga girsangizlar, shundan bilaverasizlar ma'lumotlarni. Keyin rubl yesak, 1000 rublimiz o'tibdi, 155 dan 158 ming so'm o'tibdi. Dollar bilan rublni sotsa 5 ming so'mdan 10 ming so'mdan o'ynaydi bozorda. Tenge, 1000 tenge 25 ming so'm, 100 euro 1 million 380 patologi, Türk puli 1000 liramız 250 ming so'mdan o'tibdi patologlari. Bugungi yangiliklarimiz shuning. Biz kuzatishni davom etinglar. Xudo xolasa yangiliklarni tez-tez yetirib beraveramiz qo'ldan kelsa. Sog' bo'linglar.